Ismoil alayhissalomni otasi Ibrohim alayhissalom yotkizib, oyoq qo'lini bog'lab, tomog'iga pichoqni qo'yib tortdi. Sabab bor-a? Pichoq kesdimi? Ana sizga dalil. Yunus alayhissalomni dengizga uloqtirishdimi? Baliq katta nahang yutib dengizni tagiga olib tushib ketdimi? Tushib ketdi. 40 kun deyiladi, suv tagida qolib ketdi. O'lishligiga hamma sabab bormi? Bor. O'ldimi? Demak, Allohning tavfiqi, xohishi bo'lmasa, hech narsa bo'lmas ekan. Shuning uchun 4-sababi, 7-sababi biron yaxshilikka muvaffaq bo'lgan bo'lsangiz, bu Allohning fazli va tavfiqi bo'ldi deng. Biror yomonlikdan qutulib qolgan bo'lsangiz, Allohning tavfiqi bo'ldi, Allohning xohishi bo'ldi deng. Va alhamdulillahi robbil alamin deng. Shukr keltiring, hamd ayting. Ana shu ne'mat ustingizda yana ziyoda bo'ladi.